Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun bepul arab tili darslarimizning 25-qismi. Yodingizda bo'lsa kerak, o'tgan darslarimizda kitobimizning 5-darsiga oid dialoglarni va mashqlarni bajarib bo'lgandik. Bugun kitobimizning 28-sahifasida berilgan 4-mashqni o'rganamiz. 4-mashqimizda bizga misollar berilgan. Bu misollarni grammatik tahlil qilamiz. O'tgan qoidalarimizni mustahkamlaymiz va yangi bir qoidani emas, balki asosiy mavzuyimiz bo'lgan izofa qoidasini mustahkamlab olamiz. Darsni boshlashdan oldin silsilaviy shakldagi bepul darslarimiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing va izohlar qismida o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Ayna baytul mudarrisi? O'qituvchining uyi qayerda? Bunga javoban huwa ba'idun. U uzoqda deb aytdik. Endi qaranglar. Mana shu misolimizda baytul mudarrisi, ya'ni o'qituvchining uyi misolimiz so'z birikmasi bo'lib kelmoqda. Baytu mudof, al-mudarrisi mudofun ilayh shaklida. Endi javob berayotgan vaqtimizda baytul mudarrisi so'zini yana qayta aytmasdan, balki o'rniga u deya javob beramiz. Biz olib kelayotgan huva domirimizni jinsi bayt so'ziga, ya'ni mudofga qarab tuziladi. Mudofimiz muzakkar bo'lsa, demak muzakkar, muannas bo'lsa, muannas shaklida. Grammatik tahliliga kiradigan bo'lsak, biz savol jumlalarga hozirchalik kirmaymiz. Keyinchalik bularga alohida to'xtalamiz. Javob o'laroq kelayotgan jumlamizni tahlil qiladigan bo'lsak, bu gapimiz ismiy gap va bu gapimizdagi huva mubtado, ba'idun esa uning xabari. Keyingi misol: Al-Qur'anu kitabullohi. Qur'on Allohning kitobi. Bu misolimizdagi izofa birikmasi kitabulloh. Endi grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, Al-Qur'anu mubtado, kitabullohidagi kitobni o'zini, ya'ni mudofni xabar deymiz. Sababi kitobimizning muallifi ayni shu uslubda grammatik tahlil qilganlar. Kitabu mudof, ismul jalala Alloh so'zi mudofun ilayh. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz kitobimizning 29-sahifasiga to'g'ri kelar ekan. Mana endi 29-sahifadagi 3-misoldan o'qishni boshlaymiz. Al-Ka'batu baytullohi. Ka'ba Allohning uyi. Bu misolimizni grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, bu misolimiz ismiy gap. Shu sababli ham gapimizning boshidagi al-Ka'ba so'zi mubtado, baytu esa uning xabari. Baytullohi misolimiz izofa, ya'ni so'z birikmasi. Baytu mudof, ismul jalala Allohning ismi esa mudofun ilayh bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. Muhammadun sallallohu alayhi va sallam. Rasulullohi. O'rtadagi sallallohu alayhi va sallamni qo'sni ichiga olib qo'yaylik. Sababi bu jumlamizdan alohida. Ya'ni bu so'zni biz doim qaytaramiz, lekin bu jumlani ichiga kirmaydi. Buni tarjima qilmaymiz. Ma'nosi Muhammad Allohning rasuli, ya'ni elchisi degan ma'noni ifodalaydi. Gapimizni grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, gapimizdagi Muhammad so'zi mubtado, Rasulullohi esa izofa, so'z birikmasi. So'z birikmasidagi rasul so'zi xabar bo'ladi. Rasul so'zi mudof, ismul jalala Allohning ismi esa mudofun ilayh. Keyingi misolga o'tamiz. Xarajal mudarrisu min g'urfatil mudiri. Xaraja chiqdi degani, al mudarrisu o'qituvchi. O'qituvchi chiqdi. Qayerdan? Min g'urfatil mudiri. Mudir, ya'ni direktorning xonasidan. Gapimizni grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, gapimiz fe'l bilan boshlandi. Shu sababli ham bu jumlamiz fe'li jumla. Xaraja fe'l. Endi fe'lni doim bajaruvchisi bo'lish kerak. Bu gapimizdagi mana shu fa'ilimiz al-mudarrisu misoli. Yodingizda bo'lsa kerak, fa'il doim fe'ldan keyin kelardi va marfu holatda bo'lardi. Shu sababli ham al-mudarrisuni nima qilamiz? Marfu holatida o'qiymiz. Min g'urfatil mudiri misollarimiz esa to'ldiruvchilar. Min harfi jar, dan degan ma'noni ifodalaydi. G'urfati esa majrur holatida turibdi. Sababi jar harfdan keyin kelayotgan misollarning barchasi majrur bo'lardi. G'urfati misolini o'zi mudof va al-mudiri esa mudofun ilayh. Ya'ni g'urfatil mudiri, bu ikkala misol bir-biriga
so'z birikmasi orqali birlashib kelmoqda. Keyingi misol: hada baytu hamidin va zalika baytu xolidin. Bu gap ikkita gapdan iborat. O'rtadagi vav harfidan oldingisi bitta gap, vav harfidan keyingisi esa bitta gap. Ikkala gapimiz ham ismiy gap ekan. Sababi ikkala gapimizning ham boshi ism bilan boshlandi. Birinchi gapimizning ma'nosi bu Hamidning uyi. Ikkinchi gapimiz esa ana u uzoqdagi Xolidning uyi. Keling endi grammatik tahlil qilamiz. Birinchi gapda hada mubtada, baytu uning xabari. Ikkinchi gap esa zalika ko'rsatish olmoshi mubtada, baytu esa xabar. Birinchi gapimizdagi va ikkinchi gapimizdagi baytu so'zlari mudof va Hamidin va Xolidin ismlari esa mudofun ilayh. Keyingi misol: ibnu Ammarin talibun va ibnu Yasirin tajirun. Ikkala misolimizdagi ibnu so'zi o'g'il degan ma'noni ifodalaydi. Unaqada nega ikkisini ikki xil o'qidik? Birini ibnu, ikkinchisini vabnu shaklda. Sababi bitta. Hamzasi yo'q bo'lgan alifni biz o'qiyotgan vaqtimizda oldidan harakati bo'lmasa, o'zining harakatini qo'yib o'qiymiz. Endi o'zidan oldin biror bir harakat bo'lsa, o'sha alifni o'qimasdan oldingi misolimizni o'zidan keyingi harfga qo'shib o'qiymiz. Ya'ni ibnu oldidan hech qanday harakati yo'q. Ikkinchi misolimizda esa vabnu oldidan vav harfining harakatini alif harfidan keyin kelayotgan ba harfiga qo'shib o'qidik. Shu sababli ham bu alifni arab tilida alif vasliya deyiladi. Ma'nosiga kirishadigan bo'lsak, o'qigan misolimizda ikkita gap bor. Vav harfidan oldingi misolimiz birinchi gap, vav harfidan keyingi misolimiz ikkinchi gap. Birinchi gapimizning ma'nosi ibnu Ammarin, Ammorning bolasi, Ammorning o'g'li talaba. Ikkinchi gapi esa Yosirning o'g'li tijoratchi. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi gapimizdagi ibnu mubtada va o'zi mudof. Ammarin esa mudofun ilayh. Talibun esa mana shu gapimizning xabari. Ikkinchi gapimiz ham xuddi shunday. Ya'ni ibnu mubtada, tajirun uni xabari. Ibnu o'zi mudof, Yasirin esa mudofun ilayh. Keyingi misol: baytul mudarrisi ba'idun va baytut tajiri qaribun. Bu misolimiz ham bundan oldingi misolimiz kabi ikkita gapdan iborat. Vav harfidan oldingi gap va vav harfidan keyingi gap. Birinchi gapimizning ma'nosiga kirsak, baytul mudarrisi o'qituvchining uyi ba'idun uzoq. Ikkinchi gapimiz esa va baytut tajiri tijoratchining uyi esa qaribun yaqin. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi gapimizdagi va ikkinchi gapimizdagi bayt so'zlari mubtada va ikkala gapimizning so'ngidagi ba'idun va qaribun misollari xabar bo'lib kelmoqda. Bu ikkala misolimizda so'z birikmasi qayerda kelmoqda? Javobingizni izohlar qismida qoldiring. Keyingi misolga o'tamiz. Hada miftahus sayyarati. Bu mashinaning kaliti. Ayna miftahul bayti. Uyning kaliti qayerda? Birinchi gapimiz darak gap. Ikkinchi gapimiz esa so'roq gap. So'roq gapga hozirchalik kirishmaymiz. Birinchi gapimizdagi hada mubtada, miftahu esa uning xabari. Bu gapimizda ham idofa qoidasi bor. Va keling, mana shu idofa qoidasini sizlarga qoldiraman. Izohlar qismida yozib qoldiring. Qaysinisi mudof va qaysinisi mudofun ilayh ekanligi. Keyingi misol: man anta ya waladu. Sen kimsan ey bola? Yokida hoy bola desak ham bo'ladi. Bunga javoban bola aytayaptiki, ana ibnu Abbasin. Men Abbosning bolasiman deb. Gapimizni grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, ya harfini chaqiruvchi harf, ya'ni harfun nida deb nomlagandik. O'zbek tilida ey yokida hoy degan ma'nolarni ifodalaydi. Ya harfidan keyin kelayotgan misolimiz domma bilan tugardi. Shu sababli ham valad so'zini dommali holatida o'qidik. Ya'ni ya valadu shaklida. Bola so'roq gapga javoban aytayotgan misolimiz ana mubtada, ibnu esa uning xabaridan iborat. Ibnu misolimiz mudof,
Abbasin esa mudofun ilayh. Ibnu so'zi ibnu shaklida emas, balki o'zidan oldingi harakatga qo'shib o'qilinmoqda. Ya'ni ana bnu shaklida talaffuz qilinmoqda. Sababi so'z boshidagi alifni hamzasi bo'lmasa, mana shu shaklda o'qirdik. Keyingi misol. Wabnu man huwa? U kimni bolasi? Huwabnu Xolidin. U Xolidning bolasi. Gapimizdagi huwa so'zi kimnidir nazarda tutish maqsadida aytilmoqda. Shu sababli ham bunga alohida kirishmaymiz. U gapdagi holatga qarab uning ma'nosini ifodalaydi. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, huwa mubtada, ibnu esa uning xabari. Keyingi misolga o'tamiz. Ayna masjidu rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh, ya'ni Allohning elchisining masjidi qayerda? Huwa fil madinatil munawwara. U Madinai Munawvarada. Ya'ni u so'zdan maqsad masjidni nazarda tutilmoqda. O'sha masjid munavvar bo'lgan Madina shahrida ekan. So'roq gapimizda ishlatilayotgan izofa birikmasiga e'tiboringizni qarating. Bu yerda bitta izofa emas, balki izofa zanjiri bor. Ya'ni masjidu mudof, rasuli mudofun ilayh. Va shu o'rinda rasulini o'zi ham mudof va ismul jalala Allohning ismi mudofun ilayh. Sallallohu alayhi va sallam iborasini esa qovusni ichiga olib qo'ying. Endi bunga javoban keltirilayotgan huwa fil madinatil munawwara jumlamiz esa ismiy gap. Sababi bu gapimiz ism bilan boshlandi. Gapimizni boshidagi huwa domirimiz mubtado, xabarimiz jar majrur ko'rinishda bo'lganligi uchun biz buni xabar shibhu jumla deb nomlaymiz. Gapimizni so'ngidagi munawwara so'zi sifat deb nomlanadi, ya'ni na't. Endi bu mavzuni keyinchalik o'rganamiz. Lekin buni tagiga mana shu so'zni hozirchalik yozib qo'ying. Munawwara so'zi nurli, yorug' degan ma'noni ifodalaydi. Keyingi misolga o'tamiz. Bintu Hamidin fil madrasati va bintu Muhammadin fil jamiati. Bu yerda ham ikkita gap bor. Vav harfidan oldingi misolimiz bitta gap, vav harfidan keyingi misolimiz ikkinchi gap. Birinchi gapimizning ma'nosi Hamidning qizi madrasada. Ikkinchi gapimizning ma'nosi Muhammadning qizi esa universitetda. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, bintu mubtado va bintu so'zi mudof. Hamidin esa mudofun ilayh. Fi harfi jar, al madrasati esa majrur va jar majrur birgalikda xabar shibhu jumla, ya'ni xabar ibora ko'rinishida kelmoqda. Ikkinchi gapimiz ham birinchi gapimiz kabi. Bintu mubtado va shu bilan birgalikda bintu mudof, Muhammadin esa mudofun ilayh. Fil jamiati esa jar majrur birgalikda xabar shibhu jumla, ya'ni xabar ibora ko'rinishida kelmoqda. Keyingi misol. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Xolidun. Mudarrisning ismi Sa'id va muhandisning ismi esa Xolid. Bu misolimiz ham ikkita gapdan iborat. Vav harfidan oldingi birinchi gap, vav harfidan keyingi misolimiz ikkinchi gap. Birinchi gapimizdagi ismu mubtado va shu bilan birgalikda mudof. Al mudarrisi esa mudofun ilayh. Sa'idun esa uning xabari. Ikkinchi gapimiz ham xuddi shunday. Ismu mubtado va shu bilan birgalikda o'zi mudof. Al muhandisi esa mudofun ilayh. Xolidun esa uning xabari. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. Ammu tolibi g'aniyun. Talabaning amakisi boydir. Ammu so'zi amaki degan ma'noni ifodalaydi. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, gapimiz ismiy gap va gapimizni boshidagi ammu mubtado va o'zi mudof. At-tolibi esa mudofun ilayh. G'aniyun misolimiz mana shu gapimizni xabari. Grammatik tahlillarni va yangi lug'atlarni daftarimizga yozib qo'yaylik. Keyingi misol. Babul masjidi maftuhun va babul madrasati mughlaqun. Babul masjidi, masjidning eshigi maftuhun, ochiqdir. Va babul madrasati, maktabning eshigi esa mughlaqun, yopiqdir. Bu misolimiz ham
ikkita gapdan iborat. Vav harfidan oldingi gap va vav harfidan keyingi misolimiz ikkinchi gap. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, babu mubtado va shu bilan birgalikda mudof, al-masjidi esa mudofun ilayh, maftuhun uning xabari. Ikkinchi gapimiz ham birinchi gapimiz kabi. U ham ismiy gap. Va gapimizning boshidagi babu so'zi mubtado, shu bilan birgalikda o'zi mudof. Al-madrasati esa mudofun ilayh. Mughlaqun misolimiz, ya'ni yopiqdir degan so'zimiz xabar. Keyingi misol: Xolu Hamidin faqirun. Hamidning tog'asi kambag'aldir. Gapimizdagi xolu so'zi tog'a degan ma'noni ifodalaydi. Va bu so'zimiz mudof, Hamidin esa mudofun ilayh. Bu gapimiz ismiy gap bo'lganligi uchun xoluni mubtado deb nomlaymiz, faqirunni esa uning xabari deb aytamiz. Keyingi misolga o'tamiz. Sayyaratu Abbasin fi shari'i. Abbosning mashinasi ko'chada. Shari' degani ko'cha degan ma'noni ifodalaydi. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, sayyaratu mubtado va shu bilan birgalikda o'zi mudof, Abbasin esa mudofun ilayh. Fi shari'i esa jar majrur birgalikda xabar shibhu jumla, ya'ni xabar ibora ko'rinishida kelmoqda. Mashqning qolgan qismi kitobimizning 30-sahifasida. Biz 29-sahifadagi barcha mashqlarni tugatib oldik. 19-misolni o'qiymiz. Ibnu man anta. Sen kimning o'g'lisan? Ana ibnul mudarrisi. Men o'qituvchining o'g'liman. Grammatik tahlil qiladigan bo'lsak, ana mubtado, ibnul mudarrisi esa uning xabari. Biz birinchi misolimizda ibnu shaklda o'qidik. Keyingi misolimizda esa ana ibnu shaklda o'qidik. Sababini izohlar qismida o'zingiz yozib qoldiring. Keyingi misolimiz aynal kalbu. Kuchuk qayerda? Huwa tahta as-sayyarati. U mashinaning ostida. Javob o'laroq kelayotgan gapimizda kalb so'zini o'rniga alternativ domirni, ya'ni u so'zni olib keldik. Grammatik jihatdan esa huwa mubtado, tahta so'zi esa ostida degan ma'noni ifodalardi. Biz o'tgan darsimizda bu misolimizni zarf ekanligini o'rgangandik. Shu sababli ham biz buni mansub holatida o'qiyapmiz. Tahta o'zi mudof, as-sayyarati esa mudofun ilayh. Ya'ni o'rin joyini bildiradigan zarf so'zlarimiz doim mansub holatida kelardi va u o'zidan keyingisiga izofa qilinardi. Tahta so'zi xabar shibhu jumla deb nomlanadi. Ya'ni xabar ibora ko'rinishida kelgan. Shu bilan mavzuni mustahkamlovchi 4-mashqni ham tugatib oldik. Bugunga shu yergacha yetadi. Kelasi darsimizda mana shu yerdan davom ettiramiz. Silsilaviy shakldagi darslarimiz sizga manzur kelayotgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlar qismida yozib qoldiring. Videoni esa arab tili qiyin degan do'stingizga yuborib qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatulloh.